Xalqqa xushxabar. 55 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan pensionerlar bu videoni oxirigacha ko'rishi kerak. Videoga darrov like bosib, videoni oxirigacha ko'rish kerak. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, pensionerlar aziz. Xullas, sizlarga zo'r yangilik bor, ya'ni pensionerlarga juda doda xushxabar bor, ya'ni qachon pensiya puli oshadi degan savolga bugun javob olishingiz mumkin. Assalomu alaykum yana bir bor aziz yurtdoshlar, aziz obunachilarim. Kanalimizga obuna bo'lmagan mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, kanalimizdagi videolarni ham boshqa ko'ringlar. Aziz yurtdoshlar, sizlarga doda xushxabarim bor. Ya'ni pensionerlarning pensiya puli, ya'ni nafaka puli qachon oshadi degan savolga bugungi videoda javob olishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Xullas, ko'pchilik mendan so'radi, qachon oshadi nafaka puli deb. Nafaka puli 1-fevraldan oshishi mumkin. Ya'ni sezilarli darajada 0.01% ga oshishi mumkin aziz yurtdoshlar. Ko'pchilik aytayapti ekan 2 barobarga oshib ketadi deb. Yo'q. Aldanib qolmanglar aziz yurtdoshlar. Pensiya puli sekin-sekin oshadi aziz yurtdoshlar. Shuning uchun hamma narsaga ham aldanib ishonib qolmanglar. Aziz yurtdoshlar, men sizlarni o'ylab gapiryapman. Videomizga like bosinglar, chunki videomiz ko'p odamga yetib borishi uchun обязательно bitta like bosinglar. Aziz yurtdoshlar, undan tashqari pensiya yoshi o'zgaradimi degan savolga ham javob berib o'tsam, aziz yurtdoshlar, pensiya yoshi puli o'zgarmaydi hali. Aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmaylik. Pensiya puli o'zgardi, sekin-sekin oshadi. Pensiya yoshi hali o'zgargani yo'q. Ayollar 55 yosh, erkaklar 60 yosh. Men ham bu ma'lumotlarni internetdan ko'rib aytyapman. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr. Kommentariyaga xato kamchiliklarni yozib qoldiringlar, to'g'rilashga harakat qilamiz. Dollar kursi, ya'ni valyuta kursi bozordagi narxini aytadigan bo'lsam, $100 1.205.000 so'mdan 1.210.000 so'mgacha bo'lyapti. Ya'ni 5-10 ming so'm raznica qilyapti aziz yurtdoshlar, shuni esdan chiqarmaylik. Undan tashqari bilaman, bu videomizni ko'p odam ko'ryapti, lekin videomizga like bosmayapti. Bitta like. Tekin bizga hech qanaqa pul to'lamaydi YouTube. Tekin like bosib qo'yinglar aziz yurtdoshlar. Xullas, sizlarga bitta savolim bor, ya'ni dehqon akalarga, nimaga aynan nokni mana shu usti toyog'i tez qurib qolyapti? Biladiganlar bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib ketinglar. Chunki uzoqqa muddatga turmaydi-da bu nok, bilasizlar. Lekin odamlarniki mana shu turadi. Nega bu nok imunda mana shunaqa qorayib qolgan? Biladigan okaxonlar, onaxonlar, dehqonlar bo'lsa, обязательно yozib ketinglar. Chunki men bu savolni sizlarga hurmat bilan berdim. Sizlar ham menga aniq javobini aytinglar aziz yurtdoshlar. Videomizni oxirigacha ko'rganlar kommentariyaga to'g'ri gapirdimmi, noto'g'ri gapirdimmi, adashdimmi, обязательно yozib ketinglar. Videoni oxirigacha ko'rgan kattakon rahmat.